Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bepusht, oila qurmaganlar ko'rmasin. 1987-yil iyun oyi. Kimning qizi o'qiyapti-yu, sen quruq qolding, ha? Atrofga qaraginchi, bironta qo'shnimizning qizi o'qiganmi? Yo'q. Bu kishim o'qirmishlar. Ana sovchi kelyapti, erga beraman. Eringni institutida o'qiysan. Ha, qiz bo'lmay o'l. Uzun bo'yli sariq sochli yuzlari ham o'qish sarg'ishdan kelgan Jarqin opa yaqindagina maktabni 10-sinfini a'lo baholarga tugatgan qizi o'zidek bo'yi uzun, o'rtacha gavdali, sariq sochlari beldan pastga tushgan, ko'zlari sal ko'kishroq, chiroyli o'rtacha bo'lgan qizi Muborroni darvozadan kirib kelgani zahoti medinstitutga hujjat topshirib keldim, o'qimoqchiman degani uchun qarg'ashga tushib ketdi. Topgan gapini qarang, o'qishda o'qirmish. Buzilib ketasan-u, aqli noqis qiz. Sog' qizlar o'qimaydi, o'qigan qiz sog' bo'lmaydi. O'lib ketay. Otang bilan meni yuzimni yerga qaratmoqchimisan, ha? Bo'yning singur, otang eshitsa naq so'yadi, juvormagur. So'ysa so'ysin, o'zim aytaman otamga. Mubarro yo'lda turgan onasining yonidan shaxt bilan o'tayotgandi. Jarqin opa qizining yelkasiga bir musht urdi. Keyin sochlarini tortib yana do'pposladi. Biroq qizi yig'lamas, dod ham demasdi. Uning sochlaridan tortib u yoqdan bu yoqqa silkirarkan, ona holdan toyguncha urdi. Singillaringga o'rnak bo'lish o'rniga sen behayo qiz o'qishga boraman deysan, ertangi kunda ukalaring voyaga yetsa falonchi buzuqning ukasisan degan ta'ni eshitsinmi? O'qimaysan, hech qayerga bormaysan, gap tamom. O'qisang baxtsiz bo'l deb qarg'ayman. Nega qarg'aysiz? Oxiri bu bora chiday olmadi zarda bilan. Onasining qo'ldan chiqib yuziga tek qaradi. Men buzuqlik qilgan emas, o'qib odamlarni davolaydigan shifokor bo'lish uchun boryapman-ku. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar o'qisang odamlar seni buzuqqa chiqaradi. Oqibatda oilamiz sha'niga dog' tushadi. O'qima, ostona xatlab ko'chaga chiqma. Ko'rma, o'qiyman ona. Iltimos, o'sha gap qiladiganlarga tupuring. Men sizning va otamning yuzini yerga qaratmayman. Hali o'qib katta shifokor bo'lib kelganda o'shanda gap qiladiganlar eshigimizga meni davol deb iltimos qilib kelishadi. Yo'q, o'qimaysan. O'qiyman ona. Siz ruxsat bermasangiz ham o'qiyman. Otang eshitsa so'yadi. So'ymaydi, otam kelsin o'zim aytaman. Ayt ko'ramiz qani nima qilarkan. Xo'p. Muborro boshini sal qimirlatib kelishuvga ko'ndi. Otam nima desa shu bo'ladi, rozimisiz? Bo'pti, ko'ramiz. Qizi yurib uzun ayvonga chiqdi-da, qator uylarning o'rtasidagi o'zi va 4 singli turadigan xonaga kirdi. Ona esa yana jahllanib o'ziga o'zi gapirganini boshladi. Qiz bo'lmay o'lgura, o'qishga balo bormi? Orqangdan 4 singling ham o'qiyman deb turib olsa-chi? Siz avval 5 ta ukangni tug'maganman-da. Sen qizni akang bo'lsa tortib olarmidi? Yo hali otang kelsa bu gaping uchun aniq so'yib turibdi. Ertaga bolamlashim aniq. Sen qizni bugun sho'ring qisyapti. Qiz bo'lmay o'l, qiz bo'lmay o'l. Buncha qarg'ading, tinchlikmi? Darvozadan kirib kelgan Xayrulla Mirob bir qo'lda qog'ozga o'ralgan go'sht, ikkinchisi qo'lda qog'ozda xaltada yana qolgan bozorliklarni tutgancha qarg'anib turgan xotiniga yaqin kelib qolgandi. Erining qo'qqisdan qulog'i ostida gapirganiga cho'chib tushgan Jarqin opa biroz kalovlanib qoldi. Voy otasi, dedi u yasama kulgu bilan, tishining oqini ko'rsatib. Bozorga borganmidingiz? Ha, baland bo'yli, keng gavdali, kallasi xumdek qorachadan kelgan, oq oralagan o'sik sochlar va shom mo'ylovli Lo'li filmidagi budoylarni eslatuvchi Xayrulla Mirob xotini gapni burganini ko'rib bir surishtirmoqchi bo'ldi. Biroq keyin birozdan so'ng o'zi aytadi deb sabr qilishni lozim topdi. Boruvdim. Bir osh qilinglarchi bugun. Xo'p otasi, xo'p. Sadag'angiz kessin osh, hozir tayyorlaymiz-da. Erining qo'ldan bozorliklarni olgan Jarqin opa uy tomonga o'girildi. Muborro, bu yoqqa qara. Ha ona, derazadan bo'ylagan Muborro otasi kelganini ko'rib darhol eshikdan chiqdi. Assalom, yaxshi keldingizmi ota? Ha, yaxshi. Mirob qizlarining tishini oqini ko'rsatadigan inson emas. Onangga qarash, xo'p bo'ladi. Muborro otasining qovog'iga qarab qo'ydi-da tez kelib onasining qo'lidan narsalarni oldi. Ona bola oshxonaga yo'l olishdi. Ayvon oldidagi bir to'p o'rikning ostiga qo'yilgan karavotga chiqib yonboshlagan Mirob bir muddat ko'zlarini yumib xayol surdi. So'ng xotini oshxonadan chiqavermagach uni chaqirdi. Onasi, Muborro, menga choy bermaysizlarmi?
Nega uyda hech kim yo'q? Qolganlar qani? Ha, hozir oshxonadan chiqqan Jarqin opamning qo'lida choynak ko'rindi. Mana gazning ustida qaynab turganda qolganlarning barisi bobosinikiga hasharga ketishdi. Ertalabdan qaynanam kelib, bugun o'riklarni qoqib yig'ishtiramiz deb barisini oldiga solib ketgandi. Xuddi shu lahzada ayolning gapini tasdiqlamoqchidek Mirobning oldiga bir dona o'rik mevasi tap etib tushdi. Mirob osmonga qarab qo'yarkan o'rikning mevasi g'arq pishganini ko'rib sal kulimsiradi. Unday bo'lsa kelinglar, biz ham hashar qilib o'rigimizni yig'ishtiraylik. Otasi, qo'ysangizchi. Bolalarning o'zi qiladi, siz ishdan charchab kelgansiz. Choy ichib biroz mizg'ib turing, 1 soatda oshni pishiraman. Mayli, yonboshlab qo'zg'olib chordona qurib o'tirgan Mirob xotini keltirgan choynakni choyni piyolaga quyib qaytara boshladi. Bir ishlagim kelganda o'zlaring bilasanlar. Choyni ichingchi, juda g'ayratingiz ichingizga sig'may kelayotgan bo'lsa keyinroq ish topib beraman. Molxonaning ortidagi alvoliga bolalar eshakni bog'lab qo'ysa, tishing to'kilgur hayvon daraxtning po'stlonini kemirib yalang'och qilib qo'yibdi. Endi nima bo'ladi? Quriydi daraxt, kezasizda endi. Ko'ramiz, balki latta putta o'rab qo'ysa ko'rinmas. Keyin qarayman Jarqin opa yana oshxonaga ketdi. Birozdan so'ng qozonda kapirgining qitirlagan ovozi eshitildi. Sal o'tmasdan Shabada oshxona tomonga tutunni Mirobning burniga yetaklab keldi. Oshxona tomonga qarab qo'ygan Mirob choyni ho'plab ichdi-da yonboshga cho'zildi. So'ng bemalol yotib mizg'iy boshladi. Mana osh ham tayyor bo'ldi. Jarqin opa qo'lda bir lagan oshni keltirib karavot ustidagi dasturxonga qo'ydi. Onasining ortidan likopchalarda to'g'rilangan pomidor, bodring ko'tarib Muborak ham kelgach, Mirob o'rnidan turib pastga tushdi-da, qo'lini yuvib qayta joyiga chiqdi. Qani oldik, bismillahir-rohmanir-rohim. Oshni yeb bo'lishgach dasturxonni yig'ishtira boshlagan Muborak birdan to'xtadi-da otasiga imalanib qaradi. Biron gaping bormi? Ota, Muborak ichidan g'ilq etib yutinib qo'ydi. Yonidagi onasi esa ko'zi bilan qizini imlab, "Uchur, o'ldiradi, uchur" derdi. Biroq qiz onasiga e'tibor bermasdan sal hayajonlanib so'zda davom etdi. "Men shifokor bo'lsam degandim, ruxsat berasizmi?" Xayrullo Mirobning bir qoshi baland bo'ldi. Tushunmadim. Qanaqasiga shifokor bo'lasan? Axir shifokor bo'lish uchun 7 yil o'qish kerak-ku. Men ham o'qiyman-da ota. O'l eridan oldin javob qaytargan Jarqin qizini urgudek vajohat qildi. Uning xayolida eri hozir dasturxon ustida pichoqlab olib qizini so'yib tashlaydigandek edi. Ajaling yetibdi sen qizni bugun. Mirob xotiniga qarab angraydi. O'ylab gapiryapsanmi? Nega ajal yetadi? Men o'qishga hujjat topshirib keldim Samarqandga borib. Mirob biroz qahrlanib qoldi. Xotini esa darhol dasturxondagi pichoqni qo'ldan olib ortiga yashirarkan eriga yalina boshladi. Shaytonga hay bering otasi, shaytonga hay bering. Hali hech gap bo'lgani yo'q. Hujjat topshirsa topshiribdi-da. Kim buni o'qishga qo'yardi? Bu yetgan qizni so'yib gunohga botmang. Iltimos o'zingizni bosing. Xayrullo Mirob bir xotiniga bir qiziga so'ng xotiniga qaradi. Tavba, dedi u xotiniga aqli joyidami degandek qarash qilib. Nimalar deb valdirayapsan? Seni oftob uribdi shekilli. Bor ayron ichib salqin xonada uxla. Kallang joyiga keladi tavba. Nima o'qisa maylimi? O'qisa o'qsin. Ure Muborak suyungandan sakragudek bo'ldi. Onasi esa baqrayib qoldi. Kanal yoqalab yuraverib jiylab piydaning ostida o'tibsiz shekilli otasi, dedi u birozdan so'ng. Bir qoshi baland, bir qoshi past bo'lib, hech zamonda qizini ham o'qitadimi odam? O'qisa nimasi yomon, shifokor bo'laman deyapti. Bilimi yetsa, qiziqsa o'qisin ana. Voy tavba, aqldan ozibdi bu odam. Valdiraman Mirob bir og'iz gap bilan xotinining ovozini o'chirdi. Ammo eriga gap qaytara olmasa-da, Jarqin qiziga shart qo'ydi. Gapimni yaxshilab eshit, qulog'ingga quyib ol qiz. Medinstitutga kirish uchun odamlar 10 ming, 15 ming pora berarmish, deb eshitganman. Otang bir so'm ham bermaydi, o'z kuching bilan kirsang o'qiysan. Kira olmasang ana Sherali Kastirning o'g'li Nurmat armiyadan kelganda beri tinmay sovchi jo'natyapti. O'shanga tegasan. O'sha dekalonga tegmayman. Traynoy otirma cho'milib yuradimi, doim anqib turadi. Shu bois uni barcha adikalon deb ataydi. Kelib o'shanga tegamanmi? Hali ham tanlaydigan bo'ldingmi sen? Hali o'likkinangga kuyay. Bo'ldi bas, Mirob jerkinganda nihoyat xotin jim bo'ldi. Muborak esa quvongandan sakragudek tipirchilardi. Javobingiz qoniqarsiz. 2 baho qo'yaman.
O'tgan 2 imtihonda 5 baho olgan, o'zini salkam talaba hisoblayotgan Muborro so'nggi og'zaki imtihonni olayotgan domla Bahrom Shokirovichning ko'zlariga hayron tikilib qoldi. "Nega?" dedi qiz. Semiz gavdali, qovog'or qiyofali yuzlari keng, peshonasi esa tor, tomog'ining ostida osilgan baqbaqasi, oq ko'ylagi, yoqasi taqilgan jigarrang galstugi, sal bilintirmayotgan katta olako'zlar bilan yeb qo'ygudek tikilayotgan yoshi 40lar atrofidagi domlaga ajablanib, "Axir 3ta savolingizga ham to'g'ri javob qaytardim-ku. Javoblaringiz to'liqsiz bo'ldi. 2 tamom vassalom." Muborroning rangi oqarib ketdi. Agar yiqilsa tamom, onasi uni Nurmat Adegalonga erga beradi. O'qish esa bir umr armon bo'lib qoladi. "Domla, nega nohaqlik qilyapsiz? Axir javoblarim to'g'riligini bilib turibsiz-ku." Qiz yiqilagidek ahvolga tushgandi. "Iltimos, yiqitmang. Uyga qaytsam darhol erga berishadi. Men esa o'qishni xohlayman, iltimos." Bahrom Shokirovich qizga boshdan oyoq qayta razm soldi. "O'qishni istayman degin? Ha, judayam. Otang qayerda ishlaydi?" "Otam mirob." "Mirob suvchimi?" "Yo'q, suvchi emas, tuman miroblarning boshlig'i." "Ha, bu boshqa gap. Hozir birga kelganmi? Tashqarida turibdimi otam?" Muborro zirakligi bois domlaning pul so'ramoqchiligini payqadi. Otasi baribir pul bermasligini o'ylab chiqarib o'tirmaslik qaror qildi. "Yo'q, otam ishdan qo'li bo'shamaydigan band inson." Unday bo'lsa bilmadim. Qani imtihon varaqasini bering-chi." "Yo'q, iltimos domla, meni yiqitmang. Hech bo'lmasa 3 qo'ying." "3 qo'ya olmayman." Domlaning ko'zlari sovuq boqdi. "Qo'ysam 2 qo'yaman yoki 5 qo'yishim mumkin. Faqat haqqini to'laysan." "Tushunmadim." "Tushunmagan bo'lsang 2. Domla, tushuntiring." "Tushuntiraymi?" Bahrom Shokirovich o'zini orqaga tashlab stulga suyandi-da, qo'lidagi ruchkasi bilan tishini kavlagandek harakat qildi. "Borib eshikni qulfini burab kel." "Nega?" "Yana bir og'iz gap qaytarsang, zahoti 2 baho olasan." "Xo'p." Muborro ko'p kitob o'qigani bois domlaning muddaosini fahmlagandi. Borib eshikni qulflagach yana Bahrom Shokirovichning yaqiniga keldi. "Barakalla bo'larkan-u, endi tizzamga o'tir." Bahrom Shokirovichga jirkanib qaragan Muborro noiloj unga yaqinlashdi. Ammo tizzaga o'tirishdan oldin shart imtihon varaqasini uning oldiga qo'ydi. "Avval baho." Bahrom Shokirovich boshini chayqab qo'ydi. "Aqlli ekansan-ku, bo'pti." Imtihon varaqasini 5 bahoni qo'ygach, u ol deganday ishora qildi. Qiz varaqaga qo'l cho'zgandi, ammo Shokirovich uni bilganidan changaladi. "Avval tizzaga o'tir." Muborro bir lahza qotib qoldi. Shu bir lahzada u stol chekkasidan Bahrom Shokirovich suv ichadigan shisha grafigini eshikka va derazagacha bo'lgan masofalarni chamaladi. "Unda varaqani o'zingizni cho'ntagimga joylab qo'ying." Bahrom Shokirovich ajablanib, iylagini pastga tortib, ko'zini tepasi bilan qizga qaradi. "Cho'ntaging yo'q-ku." "Mana bu yoqda." Muborro ko'ylagining yoqasidan ushlab lifchigiga ishora qildi. "Eng ishonchli cho'ntak mana shuda." "Ha, shunaqa qiz." Bahrom Shokirovich iljaydi. So'ng qovog'ini osdi. "O qizaloq, hozir butunlay yechinasan. Xo'p, yugurib borgan joyga yurib ham bora olasiz." Bahrom Shokirovich: "Avval varaqni joylang." "Ha, bo'pti." Bahrom Shokirovich imtihon varaqasini stoldan olib qizning siynasiga so'kdi. So'ng darhol qayta sug'urlab oldi, varaqni qizning qo'liga tutqazib, qo'lini qaytadan siynaga uzatdi. Bir tortishda siybandni uzib sug'urib olgach, qo'li bilan qizning siynalarini birma-bir ishlab g'ijimladi. Muborro uning semiz barmoqlaridan jirkanib qararkan, badaniga kaltakesak o'rmalagandek nafrat bilan zo'rg'a chidab turardi. Bo'ldi, qiz siynasidan qo'lini chiqargisi kelmayotgan Bahrom Shokirovichning qo'lini siltab tashladi. "Nima bo'ldi?" Bahrom Shokirovich qovog'ini osiltirdi. "Yechin." "Xo'p, teskari o'giriling." "Bekorni aytibsan, uyalaman, qiz bolaman axir."